Qirol bo'lgan bo'lsalar ham, kambag'al bilan Temur bobomiz shoh qirol bo'lgan bo'lsalar ham, kambag'al bilan qo'rqoqqa tegmagana keldi. Shuning uchun Alloh u bobomizni martabalarini ulug' qilgan ekan. Hozirgi murojaatim shu Shukrullo domlaga murojaat qilmoqchiman. Damaslarda ahmoq deysiz. Bu damaslar to'g'ri yo'lda tez yuradi, qoidalarni buzib qo'yishi mumkin. Ularni ahmoq deyish kerakmi shuning uchun? Siz ularni ahmoq deyapsiz. Ular bir kunlik topgan puli o'zidan ro'zg'ordan ortmaydi. Ular ishlash kerak. Shuning uchun siz bilan olishgani ularning vaqti yo'q. Siz o tepada lavozimda o'tirganlarni, xalq pulini yeyotganlarni, korrupsionerlarni siz gapiralasizmi? Sen yurt pulini yeyapsan, korrupsiya qilyapsan, 6 yil, 7 yil o'qiding, diplom uchun. Ahmoq deyalasizmi? Deyolmaysiz. Ular sizni bir kunda kovushingiz to'g'irlab qo'yishadi. Ularning qo'lidan keladi. Ular siz bilan olishadi. Nega ularning vaqti bor? Bu damaslarning vaqti yo'q. Ular ishlash kerak. U damas minarkan deb naqli kamsiz tashamay bo'ladi. Bitta ish qiyin. Tashayan odamni, tashayan ichi ham bir xil bo'lish qiyin ekan. Siz shu bizga ichingizni ham tashingizni ham bir xil qiling. Nima endi tayoqni yetib yurganu xolona hokimlar erkanda? Bunaqa bo'lmasligi kerak. Biz ergashayotgan odamlar bunaqa bo'lmasligi kerak. Shu videoni atmetga qilib, imonni shu Shukrullo domlaning lichkalariga tashab qo'yinglar. To'g'ri yo noto'g'ri gapirgan bo'lsam, javoblaringni kommentariyada yozib qoldiring.